Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Denov tumani Surxondaryo Diyor Mufiy 158-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan, maydon hajmi 7 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yig'im holatida. Ekinlarni yetishtirishda 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihani 39 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,18 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Sho'ntosh Agro Tomorqa MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 60 tonna, jami 420 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.